Uyga egasi menga telefon qilib taksiz keldi chiqing. Damasga o'xshagan mashinaga. Sizda o'zbeklar chiqib yotdi mashinaga. Turistlarni chaqirish uchun hammasi qilingan. Tabiatiga mazza qildik lekin. 170 so'm biz ishlatib. Bu namni berib yuboraman keladigan so'm. Kopeykalarni ham olib yuringlar, kerak bo'ladi. Ayanchli bo'ladi. Narxini ham ko'rib oling. Bo'ying bilan barobar ekan, qara. Hech kim avtobusda yo'lga o'tmayapti. To'g'ri oyog'i. Sarani qarang, qo'ling kuymasligi uchun. Просто sari наш плотный. Yana $100 ga Yer qo'ydik. Bloger akamiz hali ham telefon kamerani yoqmadilar. Mana erinchoqlik qotdilarmi bilmadim. Qo'ja bor, nima ham bor. What are you, my friends? We are in Baku. Assalomu alaykum o'zbegim. Bugun biz Olovlar shahri, ya'ni Ozarbayjonning Baku shahridamiz. Biz yetib keldik. Nihoyat. Transfer hozir. Uygacha yetamiz. Ha, Opelmidi, nima edi bu emas. Ko'cha issiq, shamoli bor. Suv bo'lganiga влажность juda ham ko'p. Vashshe ko'p. Biza uni dim havo deymiz. Bitta kelgan odam voy bu dim ekan deb o'ylashi mumkin. Solishtirish uchun vannan havosi bor-ku. Xunuk qilib aytganda. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadettir, saadeti yaşadığım. Ömür şevki mehabbettir, ömür şevki mehabbettir, mehabbeti yaşadığım. Ömür şevki mehabbettir, ömür şevki mehabbettir, mehabbeti yaşadığım. Baku shahriga keldik 6 kunga, 5 kechaga va shu borada biz Uz Airways programmasidan bilet oldik. Shunda necha pulga tushdi do'stim? Kishi boshiga $320 tushdi. Ya'ni borib kelish, borish o'zi 160, kelish 160. Kishi boshiga. Ha, bir kishi uchun $320 hamda bu yoqdan apartament gaplashdik. Apartament deb qo'yishadi. Kvartira. Kvartira. Xonadon o'zbekchasiga. 3 kecha 4 kunduzi $480 bo'ldi. Bu birinchi spalni. Ko'rishingiz mumkin. Dizaynerskiy har bitta detalga e'tibor berilgan. O'zini vannasiga ega va undan tashqari bu yog'ida sanuzeli bor. Bu esa ikkinchi spalni. Ayniqsa quyosh tushib tursa juda ham chiroyli bo'lar ekan. Bu yog'isi dush va hojatxonasiga ega. Shkop deb o'ylaysizlar yoki-da yana bitta xona bor deb o'ylaysizlar. Lekin aslida u yerda sanuzel bor. Va uyning eng asosiy joyi bu albatta oshxona. Nima qolsin? Asosiy joy bu xum. Asosiy joyi oshxona va holini ko'rishingiz mumkin. Bunaqa balkoni bor ekan. Mansarda deydi-yu. Bemalol o'tirib yoki yotib olib, apelsin so'klarni ichib. Anaqa tabiatni ko'rishingiz mumkin. Tabiatiga mazza qildik lekin. Masjidda o'rtoq 6 tami masjid sanaladi. Yashil 1 2 o ana tillarang gumbaz 3 mana katta masjid 4 5 narigisi ko'rasan yo ana bayron tagidagi bilan 6 ta masjid o'zida gap yo'q lekin 6 ta masjid bor ekan Va mashina yo'li ham yaqin. Charchasanglar shuni taksiga o'xshaysizlar. Bu ikkinchi qavat. Mashinani itini chaqirdi. Ha, Mahmud.
bir ajoyib taksilari bor ekan, bularni Londonskiy. Londonga taqlid qilib, какой Damas'ga o'xshagan mashina keldi. Uber, Bolt, yana Yango degan 3 xili bor ekan, bilishinglar uchun. Biz Bolt ishlatyapmiz, juda ham yaxshi programma ekan. Uni biz kvartirani egasidan oldik, uni raqamiga registratsiya qildik, chunki bizning raqamimiz yo'q Ozarbayjonda. Kelayotgan taksistlar u nomeri egasini deb o'ylayapti-da, aslida o'zbeklarga kelyapti mashinaga. Ha, shu tarafdan ozgina qiynalib qoldik. Yana Yo'q, bu qiyinchilik emas. Ular uchun boshqacha tuyulyapti, chunki ularni nazarida chunki uy egasi menga telefon qilib taksist keldi, chiqing. u bir marta bo'ldi. 2 marta bo'ldi. 2 marta bo'ldi. $100 170 manat bo'ladi. Bu qanaqadir g'alati summa-da, tushunasam. $200 maydaladim. $200 bo'ldi. 339 u 40. $100 shunda bo'lyapti 170 manat. Salkam. Shunaqa bankdan chiqdik, hozir mana qog'oz berdi. 170 so'm biz ishlatib qo'yamiz. Bu namni berib yuboramga deydigan summa. Lekin taksilari 1 manat. Ba'zi shunaqa magazinlarda 0.65-70 manatli summalarni ko'rasizlar, g'alati-da bu biz uchun. 5 ta lov 1 manat. Ha, 20 dan. Mana shu 1 manat. Bu pul birligi 1 manat mana. Ozarbayjonning kartasi. Mana 5 ekan. Cholg'u asboblari 5 manatda kitob. Karta bilan kitob. Zapulga 40 ming so'm. Lekin to'g'risini aytsam, mani bizani 50 ming so'mliklar chiroyliroq edi bor. Nima yaltilaydigan qilgan ekan mana 20 ga. Zapulga 150 ming so'm. Bilim zinasimi ekan bu? Chunki mana o'quvchilar ham chiqib ketdi, tepaga qarab shunaqa shakl. Hammasini orqasida karta ekan-da, значит. Qatta o'tishi, pul qatta o'tishi. Eng katta pul ekan 100 manat. 100 Zapulga 700 ming bo'ladimi? 750 ming bo'ladi. 100 manat. Kopeykalarni ham olib yuringlar, kerak bo'ladi, chunki ayniqsa taksida. Mana 5, 6, mana bitta 1-2 bor, 7-2 bor. Ha, 7 manat va 20 kopeyka. Sizlar ham zo'r ekan. Elektromobil 100% zaryadda 120 km yurar ekan. Ha, okani aytishlari bo'yicha kuniga 2 mahal zaryad qilar ekanlar, shuni o'zi yetar ekan bir kunga 2 mahal zaryadkasi. Shu eski shaharga kiraverishi. Ozarbayjon poytaxtining eng qadimiy markazi Chin shahar, ya'ni ichki shahar. Arxeologlar bu hududni kamida 9-12 asrlarga mansub deb hisoblaydi. Biroq qadimgi qatlamlar undan ham avvalgi davrlarni ko'rsatadi. Ipak yo'li chorrahasidagi strategik joy tufayli Baku qadimdan savdo va madaniyat markazi bo'lgan. Shirvonshohlar saroyi 15-asr, Ozarbayjon me'morchiligining durdonasi. Qiz qalasi 12-asr, sirli afsonalarga burkangan 28 metrlik minora. Aytishlaricha bu orqamizda turgan Qiz qalasi, Ozarbayjonning Qiz qalasi o'sha yosh katta shoh bo'lgan va yosh malikani olmoqchi bo'lgan, o'zini rafiqasi qilib, va u malika shunaqa qal'a qurib berasan degan. Endi o'zini anaqalarni aytganda baribir erkaklarni qilganda, xullas shoh. Shoh shuni qurib bergan, keyin qurgandan keyin o'sha u ichidan sakrab olgan. Nega? Xohlamagan bilan yashash. Rus bu vaqt cho'zganda, to mana qurilguncha ham ancha yashab olganda. Ne keragi bog'ida shuni qurdirib. Aytolmani, hammasi ertak. Turistlarni chaqirish uchun hammasi qilingan ertaklar. Kechirashon. Hamma turistlar shu yerda. Bu qal'aga kirish turistlar uchun 15 manat. Maktab yoshdagi bolalar uchun 6 manat. 15 manat bu taxminan 100 ming so'mdan oshiqroq. O'rta asrlarga oid masjidlar, karvonsaroylar, hammomlar va tosh ko'chalar bugun ham asl holida saqlanib keladi. Agar kelsanglar Bakuga tarixiy o'sha eski shaharga kiringlar. Juda ham chiroyli, menga yoqdi. O'rta bu pazarniy mashinami shunday? Oldi turchi? Bo'yi tenggi ekan, sen bo'ying bilan barobar ekan, qara.
2000-yilda UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan shahar devorlari, tor ko'chalari va tosh uylar asrlar davomida ko'plab bosqinlar, shamollar va zamon sinoviga bardosh bergan. Bugun bu hudud jonli muzey, hunarmandlar do'konlari, milliy oshxonalar va qadimiy hammomlar o'z tarixini davom ettiradi. Kecha-yu kunduz sayyohlar qadim Baku ruhi bilan yashaydi. Ichir shahar, sharq va g'arb kesishgan nuqtada Baku tarixining tirik guvohi. Bu nafaqat tosh devorlar, balki asrlar davomida yashab kelayotgan madaniyat va afsonalar xazinasi. Parasini karıştırıyor. Parasini bir tane. Zaten biz O'zbek. Evet, evet. Siz Ozarbayjon. Yaqin tilimiz. Buni somsami? Dumaloq bo'lsin. Mana anaqa ekan. Bizda nima derdi? Ana Olot somsa. Harken zarketli. Olot somsa. 17-asr Qur'on kitobi, kichik Qur'on kitobi. Kitoblar muzeyiga kiruvdik. O'zbekiston kitoblari ham bor ekan. Har xil davlatlar kitobi, shu qatori mana O'zbekiston bayrog'i va O'zbekiston kitoblari, kichik kitoblar. Bilmadim kim o'qiy oladi bunaqa kichkina kitoblarni. Lekin shunaqa kitoblar bor ekan mana. Deniz Mollda bo'ldik. Ko'rinishdan xuddi Sidneydagi opera teatrini shunga o'xshagan ko'rinish qilibdi. Katta mo'l hisoblanadi va mana ko'rishingiz mumkin shundoq dengiz yon bag'rida. Ayniqsa oynadan ko'rinish juda ham yoqdi menga. Deniz Mall Kaspiy sohilidagi zamonaviy markazdir. 2020-yilda ochilgan bu markaz 120 ming kvadrat metr maydonda joylashgan bo'lib, arxitekturasi Ozarbayjon gerbidagi 8 burchakli yulduz shaklidan ilhom olgan. Ichkarida yuzlab xalqaro brendlar, restoran va kafelar, kinoteatr, bolalar uchun o'yin va o'quv maydonlari mavjud. Bu yerda katta skidka ketayotgan ekan. Bu Toshkentda 400 ming sotilgan futbolkalar. Bu yerda hozir 13 manat, bu degani 95 ming atrofida setishnilar sotiladi. 60 manat. Bu ne 60 shekel bu hammasi. Nech pul ekan bu? 70. Salkam 9 ming. Dublonka chiroyli ekan, lekin materiallari ham yaxshi. Bu McDonald's menyusi. Bu hamma narsa bor. Burger, zakuski, kartofel free, salatlar. Salkam 21 manat bo'ldi. McDonald's haqiqiy cheeseburger qanaqa bo'ladi bilasanmi? Mana shu McDonald's haqiqiy cheeseburger. Juda ham ayanchli holati. Lekin mazasi yaxshi ekan. Va ularni korzinkasiga kirdik. Bozorga qoldik, ertalabki zavtrakka, ujinga ozgina narsa oldik. Hamma narsa olgandan keyin cho'chib qoldingda, qimmat bo'lib ketdi. Ha, chunki korzinkani to'ldirib qo'ydik-da. $100 bo'ldi deb o'yladim. Endi biz bu yo'qni narxlarini bilmaganimiz uchun men sal cho'chib qoldim. Keyin kolbasa tanlashga ham qo'rqdik. Ha, yaxshi kolbasalar yo'q. O'zinglar bilan olib keling o'sha deb o'ylayman, chunki bizda juda ham ko'p brendlar bor, haqiqatan e'tibor berib qilishadi. Bu yerda qanaqadir baribir o'shani yog'li kolbasalar yog'li ekan. Balki amallab tutalab topdik yog'sini. Ehtiyoj balki unaqa yuqori emasmi, kolbasalar zo'r emas. Bozorlar yaxshi bo'ldi, ko'z tegmasa. Ha, keyin 100 qanchadir manat bo'ldi. Bu degani shu $35 degani. Ozgina probka bo'lib qoldi, lekin nimagadir hech kim avtobusda yo'lga o'tmayapti mana. Hozir taksi okadan so'rasam 100 manat dedilar. Mana bu chizuvni bosib agar yursa mashina 100 manat to'lar ekan. Bizning pulda taxminan 733 ming so'm bo'lyapti. Xatga olib kelding, o'rtoq? Yopiq ekan bu. Pastda ham remont ishlari boryapti. Bizda endi qurilish bo'layotgan ekan. Bular o'ylab qarasam, bulardan ancha yil oldin boshlangan ekan. Baku eski shahri, Ichir shaharning yuragida qadimiy tosh devorlar orasida o'ziga xos maskan bor. Bu yer Shirvansharq muzeyi restoran.
19-asr oxirida tarixiy hovli va tosh binoda joylashgan bu restoran aslida kichik bir madaniy muzeyni eslatadi. Har bir xona Ozarbayjon turli davrlarni yodga soluvchi eksponatlar bilan bezatilgan. Bu yerda milliy oshxonaning eng boy taomlari, dolma, piti, sach, shirinliklar va an'anaviy nonlar qadimiy uslubda taqdim etiladi. Har bir taom asrlar davomida shakllangan Ozarbayjon ta'midir. Ichkarida mumtoz musiqa, qadimiy gilamlar, sopol buyumlar, qo'lda yasalgan yog'och mebellar, har bir burchak haqiqiy madaniy merosdir. Знакомимся с самыми прекрасными местами нашего Ширваншах музея ресторан. Сосуды Сахсы-Кюб, где у нас хранили мясо, масло, сыр и мед, а также и вино. Закапывали под землей, как холодильники того времени использовали. А вот таких вот сосудах, как негре, у нас взбивали масло, наливали туда молоко с повышенным процентом жира и держал за рукоятку, взбалтывали, качали 2-3 часа без остановки. Бывшая Тязиапирская улица. Проходила тут у нас улица 300 лет тому назад. Она называлась Тязиапирская, как будто бы она вела к священному месту Пир. На этой улице у нас вот стенд с афишами, как опер и театр того времени. Например, вот восточный концерт «Муж и жена», «Аршин Малалам», «Лейли Межнун», одна из самых интересных опер того времени. И первая опера на Востоке была именно опера «Лейли Межнун». Почему она была такая популярна? Потому что женщинам начала 20 века категорически было запрещено играть в ролях в опере и театре. Из-за этого у нас роль Лейли женский образ исполнял мужчина. Nima zakaz qilding o'rtoq? O'g'lama degani bor ekan, mana ajoyib, ajoyib. Mana shashlik zakaz qiluvdim, mana bunaqa narsa kelibdi. Boshqacharoq narsa zakaz qildim. To'g'ri oyog'i. Sarini qarang, qo'ling kuymasligi uchun. Bay. Yoqdimi sham? Ana sohib javol maxluqni sharam bo'ladimi? Shunaqasi ekan. Soati qani buni? Soati tepada ekan. Mana soat. Qo'lingiz. Yoqimli ishtaha. Shunaqa chekka orqasida yozuv bor ekan. Agar jalbingiz bo'lsa yoki qanaqadir taklifingiz bo'lsa orqasiga yozing deb. Endi biz hammasi zo'r deb yozib qo'yamiz. Sopor. Ortiqcha gap kerak emas mana. So'korma faqat. 94-82 bo'pti mana. 94 manat. Bitonning ichiga yog'och tiqib ortiqcha rasxoddan qutulishibdi. Stollar ham bor ekan betondan. Juda ham uzoq yilga yetadigan qilishgan ekan-da bu tomonlama. Yotadigan joylar. Nima keragi bor ekan bu yotadigan joyi? Yana bu tomonda anaqa tepalik ham bor ekan. Hozir ham detskiy plashatkani o'ng tomoni. O'tga ham joylar qilib qo'yishdi. O'simliklarga ham e'tibor berilgan, qaranglar, qanaqa o'simliklar bor. Boshqacha ekan. Shu aytganimdek betonga qotirilgan. Vosh, siljitib bo'lmayapti. Temir. Dizaynerskiy zo'r o'ylangan. Ayniqsa meni ham yoqdi menga. Bu beton. Ishoninglar, bu вообще uzoq vaqtga yetadi. Mustaman. Ikki tomon ham mashina yo'li. Oyoq tegini qaranglar, hammasi bo'lingan. Bo'lingan, yana bo'lingan, yana bo'lingan, xuddi shunaqa bo'lingan. Bu nimaga desanglar, yer qimirlaydi-yu. O'shanda mana shu betonlarga dars ketmaydi. Qimirlaganda sal o'zgarib qolishi mumkin-da, dars ketib qolishi mumkin. Bizanikilar xatosi shu. Bizanikilar seylik qorishadi, bitta qilib ertaga dars ketib qolsa, keyin yana boshqatdan rekonstruksiya, yana boshqatdan pul ketkaz. Yo'q, mana shu narsani qilib qo'ysa, kamida 10 yilda, mana 10 yil kamida mana shu ishlab beradi. Qoyil qoldim. Men Ozarbayjon bunaqa chiroyli, bunaqa katta binolardan iborat deb o'ylamagan edim. Temirga ham bunaqa qilib qotirgan. Shu hisobiga sakrasa, bu otdi. Qoyil ekan bor. Dato o'ylashibdi bor. Qoyil ekan. Молодцы. Men ko'rgan hamma detskiy plashatkalar singan, pingan ishlamayotgan bo'ladi. Oldida o't o'sayotgan, yerlar dabdala o'yotadi. Mana qilib bersa bo'lar ekan, mana sharoit. Mana qaranglar buni plastmassa, metal zanjir. Bu yog'i ham mana temir.
Hop, but. Bu yoq tomoni. Nima ekan bu? Plastmassan ustida arqon qilgan shakl qanaqadir. Hammasi temirdan iborat. Azizlar, bu aytolmanu kamida 10 yilda bu. Men 10 yil deb noto'g'ri aytolman deb bilib, javob 50 yil deb bilib. 50 yil turib beradi. E'tibor beringlar, mashina yo'li ikki xil. Bu tomoni silliq, bu yoq tomoni g'isht sifat qilingan. Bu tepalikka chiqayotganda qulayroq, osonroq bo'lish uchun, bunisi pastlikka tushayotgani uchun, tezlik bilan ketib qolmasligi uchun tepadan pastga qarab. Buni bizlarda ham qo'llasa bo'ladi, ayniqsa o'sha tog'li hududlarda tepalikdan pastga tushayotgan joylarda shunaqa g'ishtli qilsa bo'ladi. Baku shahrining gavjum markazida tarixiy ichki shahar va zamonaviy bulvar oralig'ida soklikni saqlagan yashil hudud Chemberkent park joylashgan. Parkning tarixi 20-asr boshlariga borib taqaladi. Bu yer avval kichik xiyobon sifatida barpo etilgan bo'lib, keyinchalik to'liq rekonstruksiya qilinib, bugungi zamonaviy qiyofasiga ega bo'ldi. Granit yo'laklar, ixcham favvoralar va kechasi yaltirab turuvchi LED chiroqlar parkning zamonaviy dizaynini belgilaydi. Esingizda bo'lsa, agar oldingi videoni ko'rgan bo'lsangiz, Istanbulda ham shunaqa joy ko'rsatgan edim. Yotadigan joylarni boplabdi, qaranglar. Qo'shimchasiga ham bitta ham o'tirsa bo'ladi. Bu yoqda o'tirgan holatda ana bu manzarani ko'rish mumkin. Yog'och skameykalar, gulzorlar va baland daraxtlar esa sayr qiluvchilarga toza havo va osoyishtalik hadya etadi. Lekin havosi juda ham issiq, dim hozir. O, juda ham qulay joy ekan lekin. Kamiga hozir soya, quyoshni daraxt bekib turibdi. Qimmat joy bo'lgani uchun odam yo'qmikan yoki odam o'zi yo'qmikan? Yo'q, qimmat. Qimmati? Ancha qimmat. Vit lekin aldayapti devor. Vit bilan o'zimiz aldayapmiz-da. Qayerga borsa shu gap gapirasan bilasan, qayerga borsa yeb qo'yasan. Ya'ni bu degani chiroyli qilib aytganda hamma joyi turistik zonalarini, ovqatlanadigan joylari qimmat. Qimmat. Cho'pon nomli salat etdik. Cho'pon degani o'zbekchasi. Cho'ponni? Cho'poncha deydi. Nonini ko'rsatgin, sen nonini? Men somsami deb o'ylasam non ekan bu. Ni обычный. 750 ming deyman. Ha, nima shuni o'zi salkam 750 ming ekan. 88 manat. Ey o'rtog'im. Hol o'rta osh bo'lsa. Avval Cho'chima. bitta o'zbek ko'rdim. Bittasi Kardinkada, hamma xotinlar. Ya o'zbeklar deymi? О, это Почему так? Это традиционно? традиционный наш шашлык. Bu Ozarbayjonning toповый oshi. Это на первом месте, да, в Азербайджане? Да, это шашлык наш. Вы ели узбекский плов? Ел. Наш плов еще вкуснее. Сейчас посмотрим. Ko'rinishi qanaqa ekan, xo'ja? Rangidan unchalik emas edi. Lekin hozir yeb qo'yamiz. Bu o'rtoq bizdan ani oshga borganimizda nonni ichiga sovib olamiz, uydagilarga deb. Ha. Yopgan non ichiga sovib olamiz. Uyda qilgan non oshga o'xshayapti. Bizaniki zo'r. Lekin buni yomonlamayman. Bu ham shirin ekan. Вы ели плов здесь, узбекский, или здесь? Поэтому вы так думаете. Попробуйте наш плов. Вы поедете в Узбекистан, брат? Тоже хороший, но... Если что, наш номер возьмите, я вас угощу сам. Посмотрите, как плов. Ну как, понравился вам? Да, очень. Это в основном на Вкусно. цари ели. Просто сары наш плов не 100 yilga oldingi shohlardan zo'r yashamoqda, hozir shoh bo'lmasa ekan. To'ppa-to'g'ri. $100 ozgina oshibdi-da, o'rta. 170 $100. 180 chiqibdi. Izdachisi ham berdi. Siz berib yubordi, izdachisi olib keldi. Xullas, yana $100 ga Yeb qo'ydik.
115 dollarlik. $115 ovqat, o'sha ichimliklar, shunga o'xshash narsalarni yeb ichib qo'ydikda. Umuman olganda o'rtoq, qaysi davlatda eng chiroyli joylari bo'lsa, hamma joy qimmat bo'lganda. Yaxshi bo'ldi, mazza o'tirdi. Xudoga shukr. Bakuni 360 gradus orqali ko'rish mumkin bo'lgan tepalikka chiqdik. Juda ham chiroyli. Aynan o'sha Fairmont mehmonxonaning yonida. o'ng biqinida. Telefonda ko'rinishini ham bilmadim lekin. Vashshi boshqacha ekan lekin. Tutursam yurtdi. Butun Bakuni ko'rish mumkin bu yerda, shaharni qaranglar. Ozarbayjon poytaxti Baku qadimiy ichar shahar devorlaridan tortib zamonaviy shisha minorlargacha uzluksiz uyg'unlikka ega shahar. Panoramadan qaraganda Kaspiy dengiz bo'ylab cho'zilgan Baku bulvari, yaltiragan Flame Towers, Qiz qal'asi va tarixiy masjidlar bir kadrda jam bo'ladi. Bir manat ekanmi kishi boshiga? Bir manat, 7,5 ming so'm. Bir minutda 1 manat. 1 minutda 1 manat. Yo, bu 15 minut kutasan. Ha, 15 minut 20 minut kutasan. Butunlay shahar ko'rinib turar ekan. O'shanga kech payt ham chiqib ko'rish kerak. Chiqib turamiz, bu yerdan Chiqib ko'rsak, baribir yulduzli yorug'liklar bilan deydi. Sensiz yollarda kalıp gözlerim intizardayım yar gel gel. Ehdi unutma görüş yeri tek bir bahardayım yar gel gel. Sensiz yollarda kalıp gözlerim intizardayım yar gel gel. Ehdi unutma Bu yoqda supermarketlar juda ham ko'p ekan. Ulardan yana bittasi Crescent Mall. Legodan yasashdi. Formula 1 Motions. Yarashdi o'rtoq, to'xtab narxini ham ko'rib oling. 439 manat. Yarashdi lekin. Menga mana yoqdi. 359 ekan. Ray-Ban original ichkis. $200 ekan. $300 ha. 189 dan bunaqa kurtkalari bor ekan. Ichidagi futbolkasi 109, 110 ekan. Tel manat. Hop, Zara bunaqa ko'ynaklari 110 manatdan bo'lyapti. Shimlari bo'lsa 47 manatdan bo'lyapti. To'rtta to'machalik kostyumlari 269. Shima bilan bo'lsa kerak, adashmasam, shima bilan. 269 ga bunaqa uzun kurtka, lekin chiroyli ekan. 129 manat. Salkam $100 bergan. O Stephen bo'ldingmi? Zara Woman'damiz 159 ga bunaqa ko'jali 95 manatga shim 36 89 manatga shim 159 160 manat ekan ko'jalari. Kastonmi bu endi? Pijakmi? 189 190 ekan. Nima bu? Xotinim aytadi, kichikroq sumka olib bering. Tez bagaj keldi-ku, sumka katta ekan, kichkina deb olib bersammi? O'rtoq, buni yaxshi tomoni bilasan nimada? Buni olib bersang kam pul berishni boshlaysan xotiningga.
Cho'ta olasanmi deyman, u ketishdi. Dumaloq qilib tiqib yuboradi ularga farqi. Bunga faqat dollar tiqsa kerak-da, o'rtoq, so'm bo'lmaydi. So'm katta-yu. Juda ham katta supermarket ekan va hamma o'sha taniqli brendlarni hammasini ko'rdik bu yoqda va narx-navosi ham o'sha brendlarga mos narx-navoli. Kiyimli do'konga kirib oldi. O'zim do'konga kirib oldim hali. Yaxshi ko'rasan-da shuni, to'g'rimi? 260 ekan o'sha. Cho'pga ekan. Ya'ni 200 dollar ekan. 200 dollarga mana anaqa oyoqni. Zo'r ekan. Og'riq bormi, og'riq? Yengillik ekan, yumshoqlik. Juda og'ir. 175 ekan. Skechers do'konidamiz hozir. Mahmud yaxshi ko'rgan do'koni. 175 manat. Bu 175 manat bu. Xo'p, krossovkalari 175 manat bu ham. Krossovka 279 manat. Vibur juda ham ko'p va juda ham qimmat. Skechers tuflisi bor deb o'ylamadim, bu ham bor ekan, 190 manat ekan. 279 o'chirilib 195 bo'libdi. Barsovka sifat. Barsovkasi 185 manat ekan. Bunaqa barsovka. Yengil lekin hammasi yengil nimagadir. Skechers shu narsaga ko'proq e'tibor beradi. Shu yoqdami? Necha manat ekan? 180. Necha? 180. 180 manat. Sal qoldi do'stim 100 dollarlar shuni olib Skechers oryapti. Voy, rosa yoqib qoldi. Bir amarlab qaytardim bu fikridan. Bekor qildi shu. Nimagadir bu bino ishlamayotgan ekan. Lekin hozir Mahmud bilan turib gaplashtiruvimiz zo'r monitor chiqar ekan bundan. Oldi orqasida ham. Bitta Bay Burger, bitta Amerikan. Bu qanaqa yeysan uni вообще? Bitta cheesydan. Baku burger. Voy, Mahmud xo'ja, nima bu? Beylar deydi. Qani ochchi bundoq anaqasini ko'raylik. O, mana. Birinchi etaj. Tuxummi? Tuxum. Bu tuxum ham bor ekan. Ha, tuxum, koklet, bodring pomidori. Bu koklet emas, e'tibor bergin. Go'sht qanaqadir. Zo'r ekan lekin. Hoppa. Burgeri shu keldi. 82. Mammasmish qilib. Bumi? Qo'rqitordi odamni. 8 karet 56. 600 ming. 150 mingdan yomon emas. 150 mingdan burger desam. Mini cheeseburger 9 manat, Bay burger 17 manat, burger Baku 19 manat. Bu yerda 2000 talik ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin mana. O'zbek so'mida 2000 taliga. Shunga endi mayli kam bo'lsa ham 5000 talikni qo'shib qo'yamiz oldiga. Qo'shib qo'yaptilar. Nima deysiz yana? Çok güzeldi, çok güzel. Azerbaycan prezidentining ish ofisi mana. Aynan shu bino bo'ladi. Va nihoyat o'sha kunlarga yetib keldik mana. Yetganimizda Mahmud tutgan kunlar. Sibrizga boramiz deb o'tirdik. Sibrizga kelib oldik. Keldik mana. Masofa Toshkentdan Chorvoqgacha degan bo'ladi. O'sha biz joylashib bo'ldik. Yana shunaqa uyga o'xshagan rezident oldik. Room tur qilamiz. Bu o'sha dazmolga, ya'ni kriushga mo'ljallangan xona. Keyingi xonamiz bu общий sanuzel. Hop,
Keyingisi spalni. Birinchi spalni. Sharoiti juda ham zo'r, ko'rib turibsizlar. Qo'shimchasiga ushbu spalnini sanuzel, hammom, tualeti ham ega. Gap yo'q. Va undan tashqari hozir balkonni ham ko'rsamiz. Balkoni ham juda ham katta va keng. Ketib bu yoqqa. Bu ikkinchi spalnimiz. Hoppa. Bu tunada konditsioner emas, bu umumiy ventilyatsiya qilingan. Ko'rib turibsizlar, mebellar juda ham yaxshi va Voy, balkoni katta ekan. balkoni juda ham katta, keng. Taxminan chiqsa Kam. ikkita qadam chiqdi, ikkita qadam. Bu balkonga boyagi spalnidan ham chiqsa bo'ladi. Balkon bo'ylab yuramiz. O'tirishga Ha, balkon ham угловой ekan-a? Gabras. Bu yerda ham mana kirib chiqsa bo'ladi. Balkonni bu yog'i ham bor, hali davom etadi. Misol uchun bu yoq tarafga agar quyosh tushgan bo'lsa, bu yoq tomonda o'tirsa bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa, bu yoq tomon. Patologga ham ko'rib turibsizlar, juda ham baland. Sea breeze. Sibrizamiz, dengiz bo'yini ham albatta ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana ventilyatsiya tizimlari o'rnatilgan. Va oshxonasiga ega. Bemalol agar o'zingizlar ovqat qilmoqchi bo'lsanglar, sharoit bor. Zo'r ekan, katta ekanligi. Shkaf, gaz, elektronik gaz, mana gaz emas, elektropech. Hamma qulayliklarga ega. Xolodilniklari ham bor. Bunda nimada tashlab ketmayapti, go'sht-mush. Yo'q. Qani bu yonni ham tushuntiringchi? Misol uchun deyman, nimada tashlab ketishgan bo'lsa. Yangi. Bu yoq bo'lsa, mana zal. Ko'rib turibsizlar. Yo'q, tushdim, o'tirish uchun mo'ljallangan divan va albatta biz aytibdi. Shunaqa qulaylik bizaga 600 dollarga tushdi 2 kunga. 1000 manatga tushdi. Bu taxminan 600 dollar atrofida 2 tunu 3 kunga mo'ljallangan summa bo'ldi bu. Biz atrofdagi 2-3 ta uylarni ko'rib chiqdik. Undan aynan shu uy bizga ma'qul keldi. Lekin haqiqatan narx jihatdan qimmatroq. Biz olgan uyimiz 2 kechaga 600 dollar bu katta summa. Yaqin kunlarda Toshkentda ham qurilish boshlayapti. Demak, Toshkentda ham shu narsa bo'ladimi degan ma'noda ko'rgani keldik. Sizlarga ham shu narsani ko'rsatamiz video orqali albatta. Men nimaga Baku bombosh deyman? Bakudagi hammasi bu yoqda ekan, Sibrizda ekan. Elektromobillar ko'payib ketibdi Ozarbayjonda. Ayniqsa BYD juda ham ko'p. Ayniqsa Chazor. Chazor ko'p. BYD Chazori bor. Почти hamma taksisi Chazor bo'lib ketdi hozir. Destroyed degani ham bor ekan, bir xil ekan. Chazor bilan Baxti. Izlayman. Zana bitamiz. Yuari. Hali bu tomonlar qurilyapti. O'zbeklarni hurmat qilishyapti. Ko'z tegmasa, o'zbeklarning hurmati bor bu yerda. Turkiyaga o'xshagan emas. Ozarbayjon O'zbekiston bilan yaxshi munosabatda ekan. Ko'z tegmasa bu narsaga guvoh bo'ldik va o'ylaymanki, keyinchalik ham bu aka-ukalik qadriyatlarimiz yo'qolmaydi Ozarbayjon bilan. Bitta koklet olgan, ikkita pomidorni shuni ustiga qo'yib qo'ygan, tagida tuxum. Tuxumni pishirib, ustiga ikkita koklet qo'yib, ikkita pomidor qo'ygan. Zo'r.
katta yangi zo'r ekan lekin. Chekildi. 206 manat. O'rta nima boshlading endi? Mana shuni ko'ruvdim, yoqib qoldi. Haydaymizmi? Sotib olay desam, sotmas ekan, arendaga berar ekan. Olamizmi arendaga? Olamiz. Güzel bir araba. Ha, 24 kilometrgacha oladi-yu. DNR. Bu da o'zlar mashinadagi. Oldidagi qo'yib qo'yding. Ha, oldiga, orqaga. Mana bir chunoy ekan. Bitta qilsang chunoyga tushib qoladi. Ha, knopka ekanda shunday. Enga tushdi. Dga qo'yib, mana nasini toq qilsang bo'ldi, mana gaz. Qo'yamiz. Sibiriyga aylanish uchun Golf Car oldik. 1 soati 50 minut. 1 soati 50 manat ekan. Bu bizani puli taxminan 360 nech pul dirham. Ammo qo'ja haydaydi. Yo'da ham mana qurilishlar davom etmoqda. Villalar qurilmoqda bu tomonda. O'zi ham joy katta ekanda, keyingi. Yer joy katta yer olgan ekan, o'zi ham gektar yer olgan. Ba'zi villalar tayyor bo'lgan ekan. Bu tomonda ham polni domlar villalar tushyapti mana. Ko'p etajli Townhouse nima deydi? Penthouse. Sibiriyda bunaqa porti ham bor ekan mana. Hozir ham qayiq kelyapti mana. To'g'risiga bunaqa soatli bino tushyapti. Port bizga kerak bu yo'q endi. Juda ham chiroyli joylar. Hali u yoqda ham qurilish davom etyapti. Sibiriyga aylanib chiqdik. Deyarli 80-90% aylanib chiqdik. Yana barcha qurilayotgan joylari bor ekan. Biz olmadik to'g'risi. Mana oy bilan yulduz ham qurilayotgan ekan. Hali juda ham Kengasi qurilyapti. ketursak ketaverarkanmiz shuning uchun Juda ham katta gektar joylar. qayta qoldik. Ayniqsa 10 tomonda zo'r dachalari bor ekan. Yana dachniy poti yo'q o'sha chiroyli poti. Kvartiralar domli zo'r potlar. O'sha oldin aytib o'tganimizdek Sibiriz Ozarbayjonda Bakuda 100% pulli bo'lmagan hali. 5 yil 6 yil yana ketadi. Endi O'zbekistonda qanaqa quriladi bilmadik. Magazin kirdik, suv olgan. Tuzroq narsasi yo'q ekan, o'rta. Вообще kam. O'rta ikkinchi dereja ham bor ekan, bilmaymiz. Bilmamiz endi. Birinchi marta kelishimizdimi? Anjir shoptoli bor ekan. Qaranglar mana. Qani. Mana mana zo'rroq ekan. Hop. 339 nech pul deb o'ylaysizlar? 25 ming ekan. Bo'ladimi? Qani. Bo'ladi, deb. Eski narx nechi bo'lgan ekan? 199 bo'lgan ekan. 149 bo'ldi. Har xil big bonlar bor ekan. Lekin hammasi nimagadir Xitoyga. Kelishga ekan. Bittasi bir, bittasi minus bir ekan. Shu yerda ham o'zbek-o'zbekda. Ha? Ro'z orqali mana big bon yegimiz kelib qoldi, nimagadir tortdi. Juda ham chiroyli shahar ekan Sibiriz rostdan ham. Boylarning shahri ekan. Chapga yuramiz ham hozir. Chapga yurmaylik o'rtoq. Yaxshi yuramiz. Ozarbayjonda Qozog'istonning kinosini ko'rish necha endi? 5 baho. Kola ichib, mamlakat stollarni qo'ydik o'zimizga. O'rtoq, meni endi Sibirizga olib kelib, big bon yediryapsanmi? Aytavering to'g'risini. Hop. Endi bu uy yangi bo'lganligi uchun qozon bilan pichoq yo'q ekan. Faqat priborlar bor ekan. Shuning uchun biza ana o'zligini korzinkasiga kirib
Go'sht, kartoshka, piyoz olib qo'yuvdik. O yomon bo'ldi lekin. Amallab bu go'shtni 2 kilo bu nima deb hammasini qildik-da, salafarlab, cho'tki qilib olib kelamiz desa, telefonda qozon yo'q deb qolishdi-yu. Bigvonni ko'rib xursand bo'lib ketdik. Bor ekan. Keyin Biza tanigan brend deydimi, nima deydi? tanigan brend bor ekan. Bugungi kun ham o'z nihoyasiga yetdi. Bitta donasi 5 manatdan, bu degani taxminan 36 ming so'm. 36-37 ming bo'ldi. Bu bolalarniki, kichkina bolalarniki. Bizning tizimimizdan keladi. Biz mana shu apartament hotelda qolganmiz. 2 xonali uyni olganmiz. Ko'rishingiz mumkin Sibris Resort Lighthouse degan joy. O'zini basseyniga ham ega. Katta basseyniga ega. Chuqurligi ham yaxshi. Xullas bizga bunaqa rezinkadan bergan. Nima deydi buni? Xullas shundan bergan. Bu bilan biz 3 ta basseynga kirishimiz mumkin. Bu birinchisi o'zini basseyni, ikkinchisi boya ko'rsatganimiz 3 talik basseyn. Uchinchisi buni ortida yana bitta basseyn bor. U kichkinaroq hajm jihatdan, lekin chuqurligi yaxshi bo'lgan basseyn. Lekin zo'r, suvlari toza. Ko'rsatmasin yaxshi ekan. Maslahat beraman, mana kelib shu yoqdan olsangiz bo'ladi joy. Haqiqatan primoy kelib olsa ham bo'lar ekan, to'g'rimi? Da. Zakaz qilib qo'yadi. Даже arzonroq olasan. Sal skidkalar qilib berishdi. Plus ichida zavtrak ham bor. Suv qanaqa ekan suvi? Suv boygilardan ko'ra ancha muzdek. Shamol juda ham kuchli. Hech kim cho'milmasa kerak bugun. Dengizga hech kimni qo'ymayapti. Shunga odamlar ham yo'q, bugun kelmagan hech kim. Bugun bizning Sibrizdagi oxirgi kunimiz, shu bilan Toshkentga qaytamiz. Hozir obedda уже qaytamiz. Vaqtdan bir 2 soat qoldi taxminan. Yo'ldagi safarimiz Olti kunlik safarimiz yakuniga yetib olmoqda. Taxminan 2 soatdan keyin chiqamiz yo'lga. Hop, nech pul ishlatdik do'stim? Kishi boshiga общий 2 kishiga ishlatdik, 800 dollar ishlatdik, to'g'rimi? 2 kishiga 800 dollar ishlatdik. bu yoqqa kelib ishlatganimiz. Bu yoqqa kelib ishlatganimiz aeroportda hisobga olmaganda. Endi kim qanaqa ishlatadi, u o'ziga bog'liq, yeb ichishiga bog'liq, qayerga o'tirishiga, qayerga borishiga bog'liq hamma narsa. Biz ishlatgan narsa ham shu 800 dollar bo'ldi 2 kishiga. 1000 dollar yetadi yo'l kira bilan. 1100 yetadi. 1100, 1000 kamroq emas. Yangi aeroportga. Aha. Yaxshi. Unaqa qilma. G'alati yo'q edi-ku. G'alatimizda. Mana bu akamiz biza hozir nimadir qilmoqchilar. Uni sotib, sim kart. Sus, juda ham susmiz do'stimiz. Ha, chunki operatorimiz sust. Chunki operatorimiz sus. Rahmat. Dizaynerlar qilgan ishini qarang. Xonada, yana bitta olaylik. Bu vid nima deyapti? Atmosfera. Lekin realni Uzerways yaxshiroq do'stimiz. Ha, shu Uzerways hozircha yaxshilab turibdi. Bu reklama emas, bizga pul bermagan. Если что reklama kerak bo'lsa Uzerways. Nimadir deyapti bu? Osmonga qarab, o'ylab yoshli joy ekan. Ammo bosish kerakmi? Hamma telefonga o'tdi. Hamma telefonga o'tdi. Hozir. Cho'chima. O'sha tepalikka chiqmaylik debdimi deydi. Yulduz Usmonova. Bu? Вот то. Araba pochta.
ko'p gapira olmadim. Ya, to'ldirib bersa. Ha, vlog to'lish kerak-ku.